Assalamu alaykum, kanalına yaxshimisiz? Selamat olsun inşallah. Men bugun bag'ali qilmoqchi. Burunma qilgan, ammo o video uzoq bo'lib ketdi. Shunga yangidan qilmoqchi. Sizlar bilan o'rtoqlashaydim. Oldi bilan 3 ta tuxumimni bir chekima. Mana ko'rdinglar 3 ta tuxum bilan 1 stakandan azroq shakar. Bularni bir köpürgüç aparatimda bir köpürtürme. Mana ko'rdinglar. Endi men bir çay istakandan biraz azroq bir çay istakan atrofida qilsam bo'ldi. May, shu may. Undan keyin yana o'xshash miqdorda hasal. Yani bir çay istakandan o'lcham qilsam bo'ldi. Men shunday qildim. Bularni bir köpürtürme. Endi men bir paket kabartma tuzu. Bunu töküme. Anandan keyin menda 2 suv istikini unum bor. 200 gramlik suv istikan, bularni bir aralashtirib. Mana mushalatda bo'ldi. Endi sizlar yangiq ichiga aralashtirsanlar bo'ldi, aralashtirmasanlar o'zingizlarning ixtiyori. Men biraz ichiga aralashtirdim. İçiga mu teshig'imni aralashtirdim. Mana hozir men ichiga qildim. Teshig'imni qilaman tabiiyki. Sizlar teshig qilsanlar bo'ldi, 2 gram qilsanlar bo'ldi. Ichiga yangiq qilib, ustiga kunduz chassanlar bo'ldi. Mana bu arada men fırını 180 gradusga udulib oldim, issiqash tursin deb. %80 gradusda issiqash tursin fırın. Udulab qo'ydim. Ondan keyin men bu aynoq qachonda pishirmay kichigida. Hammasini boshdan qo'yib tekis qilib olay. Mana bu shaklda men hammani tek shalatda elib oldim. Sizlar men istakani yorumlarda ko'rdim, istakan o'lchami qilmay gram o'lchami qilsangiz bo'lmam deb, chunki gram menda bo'lgan bilan hammalarning uyida yo'q, ba'zilarning bo'lgan bilan hattoki. Shunga men istakan ham uyda bo'lganlik uchun istakan o'lchami qildim. Shunga to'g'ri tushunasizlar, men istakan o'lchami qilmay gram o'lchami qilinglar deganlar. Men o'zinglarga inkas yozdim, yana shunday o'ylab qolganlar bo'lsam-da deb qo'yay dedim. Mana bu shalatni men qilib oldim. Endi ustiga yangiq chachim yana. Endi bunu men önceden isitilmiş 180 gradusga birime 40 minut etrafida. Mana bizning 180 gradusda 180 gradusda 40 minut pishib chiqdi. Shunchalik yaxshi o'ylabdi, baki yaxshi chiqibdi. Menga nisbatan bir kesib boqay, biraz qiziqda. Nerede kızık biraz soğusun. Bana ben manemi de lüngüdülam tuttum yan tarafını. Gedonlar şu.
Yaxşı ürlər çıxıbdı. Mana muş aletdə çıxıbdı. Mən sizlərə qızıq boğanlıq üçün qılanmadım. Muş aletdə köksdəy. Gördünüzmü? Şunçuluq yaxşı çıxıbdı həqiqətən bu. Muş aletsinə baxsanlar bu oldu. Yine yeni nəslərini köməkçi bolsanlar abone olub takip qoyasınız inşallah. Yaxında yine yazlıq içimliklərini ortaqlaşa məsələ üçün inşallah abone olub takip qoyasınız.